Xavfsizlik xizmatida bugun bir qator yangi tayinlovlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoni va qarori bilan Botir Bahromovich Qudratxo'jayev O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari, tezkor qidiruv departamenti boshlig'i lavozimiga tayinlandi va shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vaziri lavozimidan ozod etildi. Uning o'rniga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan Azizbek Isroilovich Ikromov O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vaziri lavozimiga tayinlandi. Shuningdek, Rustam Mirzayevich Jo'rayev O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari, Jamoat xavfsizligi departamenti boshlig'i lavozimiga tayinlandi va shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'mondoni lavozimidan ozod etildi. Shuningdek, prezident farmoni bilan Bahodir Hamidovich Toshmatov O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'mondoni lavozimiga tayinlandi va shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari lavozimidan ozod etildi. Rustam Ravshanovich Mirzayev esa Ichki ishlar vazirining komplians va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Shu munosabat bilan prezident administratsiyasi kommunikatsiyalar departamenti boshlig'i o'rinbosari lavozimidan ozod etildi. Diyorbek Ne'matjonovich Sattorov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining o'rinbosari, ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti boshlig'i lavozimiga tayinlandi va shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi prezident administratsiyasi jamoat xavfsizligi va qonun ustuvorligi bo'yicha departamenti sho'ba mudiri lavozimidan ozod etildi. Azizxon Sharibxonovich Umarxonov esa O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Bunga qadar u Olmazor tumani hokimi lavozimida ishlab kelayotgan edi.